Bu film sizga yaragan bo'lsa, inkas rayoniga 99 raqamini yo'llashni va obuna bo'lishni ham tarqitib qo'yishni unutmag'aysiz. Xazinam Tortil tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Аңлаватқаныңла Жан Халық нәшрияты тәріпідін 2021 елі нәшір қылынған Uyghur халық чөчеклерідін Чин Төмір Батыр. Чин Төмір Батыр. Qadimki zamanda havası yeqishliq, bağ baranları chirayliq, yaylaqlari payandazdek ko'rimlik bir yurtda cho'ng bir padishah o'tgan ekan. U padishahning ikki ayoli bo'lsa-mu, ammo farzand yuzi ko'migan ekan. Shunga uning ko'ngli bearamkan. U xapiligini besish maqsadida har doim shikarga chiqib tomosha qilishni yaxshi ko'rdi ekan. Ay kunlar o'tib, padishahning kichik ayoli homildor bo'pti. Buni anglagan padishah shikarga texmi amroq bo'lib ketibdi. Bir kuni padishah vazirlar bilan shikarga chiqib ketganda, kichik ayoli bir o'g'il tug'ibdi. Biroq padishahning cho'ng ayoli ichi torliq qilib, bolani ko'lga tashlab etib, o'rniga itning kuchugini akilib qo'yibdi. Padishah shikardan yenib kelganda, cho'ng ayoli oldiga chiqib, "Ey azizam, kichik ayollari kuchuk tug'di" deb xabar qilibdi. Darg'azab bo'lgan padishah kichik ayolini o'ldirmoqchi bo'pti. Shu chaqda cho'ng ayoli hiylagarlik bilan, "O'ldirmisizlar padishahim, bu navbat men bir qo'shiq qinini tilib olay" deb yolvorgan bo'pti. Shuning bilan padishah kichik ayolini bir qitimga aman qoldiribdi. Aradan yana bir qancha vaqt o'tibdi. Padishahning kichik ayoli yana homildor bo'pti. Padishah yana burunqi odati bo'yicha shikarga chiqib ketganda, kichik ayoli bir qiz tug'ibdi. Cho'ng ayoli bunimi ko'lga tashlab etib, o'rniga mushukning aslanini akilib qo'yibdi. Padishah shikardan qaytib kelganda, cho'ng ayoli padishahning oldiga mushukning aslanini ko'tarib chiqib, "Ey azizam, bu qitim kichik ayollari aslan tug'di. Yurt ichida yuzimizni yer qilibdi. Bu nima degan rasvochilik?" deb yolg'ondan yig'lab, o'rnini beshiga kiyibdi. Achchiqlangan padishah kichik ayoliga ig'ir jazo berishni buyuribdi. Endi gapni balalarning ahvolidan anglayli. Cho'ng ayoli ko'lga tashlab etgan heliqi balalarni bir iyiq suvdan ochqib, jangalga ip kelib beqibdi. Balalar o'sib cho'ng bo'pti. Aqlga kelganda ular bir-biriga ism qo'yishyapti. O'g'ilning ismi Чин Төмір, qizning ismi Maxtumsala bo'pti. Bu balalar sahraning sap havosida sog'lom, kuchlik, chiroyliq bo'lib yetilibdi. Keyincha ular iyiqdan ayrilib, jangalning bir chetiga uy yasab, shu uyda yashashga boshlabdi. Чин Төмір Батыр kichik chig'idala o'q qilishni o'rgangachga, turli jon-jonivorlarni tutadigan ajoyib botir yigitga aylanibdi. U har qitim o'g'i chiqqanda 7 kun o'laydi ekan. Misrang qilichi belidan, alg'ur burkuti qo'lidan, arg'amoq eti ostidan, kap-kap kuchigi yenidan ayrilmaydi ekan. Kunlarning birida Чин Төмір Батыр o'g'i chiqib ketib etib, singlisi Maxtumsalaga mundaq debdi: "Singlim Maxtumsala,
Мен odun qaytib kelguncha o'giziga chiqma. O'tni o'chirmagin, suvni ko'chirma, to'xoni taq dema, mushukni pesh dema. O't o'chib qolsa, tutun chiqqan yoqqa o't so'rab ketib qolmag'in. Shu gaplardan keyin Chin Temur Botir Misron qilichini esib, arg'amoq etiga minib, kap-kap kuchugini agashtirib, alg'ur burkutini qo'liga qo'ndirib, o'g'i mengibdi. Aradan 1-2 kun o'tgandan keyin Maxtumsala yolg'izlikda zerikib, o'giziga chiqib, beshini tarab o'ltiribdi. Mushuk bilan to'g'risimi uningga agishib, o'giziga chiqibdi. Mushuk miyovlab, to'g'risi qaqaqlab, Maxtumsalaning ichini pushiribdi. Maxtumsala mushugini pesh, to'g'risini taq deb qo'g'lib etibdi. Mushugi bilan to'g'risi o'gizidan tushib, uyga kiribdi. Mushuk o'choq yeniga kelib, cho'ginni o'rib etibdi. To'g'ri kulini tatlabdi. Shuning bilan o'choqning o'ti o'chibdi. Maxtumsala uyga kirib, o'tning o'chib qolganligini ko'ribdi. Nayti qayg'urib, yana o'giziga chiqib, endi qanday qilaman deb yig'lab o'ltirsa, o'ng tarafida itning ovozi anglanibdi. So'l tarafida tutun ko'rinibdi. Maxtumsalaga o't tepib kelish qayg'usi tushibdi. Nima bo'lsa bo'lsin, peshonamdan ko'ray, deb is chiqqan tarafga qarab mengibdi. Uzoq mangandan keyin mo'risidan is chiqayotgan bir eski tam uyga yetib kelibdi. Qarg'udek bo'lsa, uy ichida bir mo'may o'ltirgudek. Maxtumsala salom deb uning qeshig'i kiribdi. Mo'may uning kimligini, nima uchun kelganligini so'rabdi. Maxtumsala hammani bir-birlab aytib beribdi. Mo'may Maxtumsalaning ikki qo'liga kul bilan teriq sep beribdi va bir tal tezakni tutashtirib, uni yog'ochga sanjib, uning eg'iziga tishlatib qo'yibdi. Andin Maxtumsalaga: "Ikki qo'lingdagi kul bilan teriqni uyingga bog'icha chechib bog'in, orqangga qaramag'in", debdi. Maxtumsala Mo'mayning deganini qipti. Shuningdan keyin Mo'mayning uyidan Maxtumsalaning uyigacha heliqi teriqlar unib, belgi bo'lib qapti. Mo'may aslida yetti boshliq yalmavuzgan. Maxtumsala uni bilmabdi. Maxtumsala o'tni egilib, darrov o't yiqib, bir qozon go'sht pishirishga boshlabdi. Kun o'ltirib, qorong'i tushib kech kirishi bilan heliqi yetti boshliq yalmavuz ishga kelib: "Chin Temur Botir uyida bormi? Arg'amoq iti ig'ilda bormi? Misron qilichi qo'ziqda bormi? Alg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap-kap kuchigi ishikda bormi?" deb so'rabdi. Maxtumsala Mo'mayning ovozini anglab, uydan chiqmay turib: "Chin Temur Botir uyida yo'qdir. Arg'amoq iti ig'ilda yo'qdir. Misron qilichi qo'ziqda yo'qdir. Alg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap-kap kuchigi ishikda yo'qdir", deb javob beribdi. Shuningdan keyin Mo'may yetti boshliq yalmavuz suratida uyga kirib, avval qozondagi go'shtning hammasini yebdi. Andin Maxtumsalaning uzun chechidan to'risga esib qo'yib, tapinini teshib, qiynini sho'rabdi. Ketar chig'ida Maxtumsalaga: "Mening bu yerga kelganligimni hech kimga aytma. Agar aytadigan bo'lsang, meningdan zodi qutulanmaysan", deb po'po'zi qipti. Maxtumsala qo'rqqanidan hech nima deyolmabdi. Aksi Chin Temurning kelishini to'rt ko'zi bilan kutibdi. Atsi kun kech bo'lishi bilan heliqi yalmavuz Mo'may yana kepti. Uyda bor narsalarni yeb bo'lib, ilgirgidek Maxtumsalaning qiynini sho'rabdi. Bu ahvol bir necha kun shu xilda davomlashibdi.
Мәңзі анардәк, husni güldek məxtumsala, kündün künüge mağdursizlanıp, zəprandək sarğıyıp ketipdi. 7-ci günü Çintömür Batur odun qaytıb gelip, sınlısını görüp, həyran bopdu. Köңlüge goman tolupdu. Çünki sınlısı məxtumsala bir yıl kesel boğan adamdək sarğıyıp ketken iken. Məxtumsala, 7 günün içinde şunca uğruqlap, sarğıyıp halыңdan ketipsen. Nima boldun sınlım? Sana kimden azar yetti? Dep sorapdı Çintömür Batur. Məxtumsala yığlap durup, Yalmavuz momayның qılğan etkenlerini bir-birlep aksığı bayan qıpdı. Bunu anlagan Çintömür Batur naiti gazaplanıp, "Eğer men şu 7 başlık Yalmavuzni öldürmesem, Çintömür Batur bommay ketey," dep qasam içipdi ve Məxtumsalaga qarab, "Sınlım, mening kəginimni hech kishi bilmesin. Men ishikning kayniga o'ri ko'lab mökünüp yatıman. Eğer Yalmavuz kelip meni so'rasa, kundagidek kammidi deb javob bergin," depdi. Andın itiga, bürkütiga ve küçükiga qarab, "Vapadar canavarlarım, eğer Yalmavuz momay kelsa, ön chiqamanglar. Bir amal qilib, onu qo'lga tushirayli," depdi. Bu canavarlar Çintömür Baturning gepini biladigan. Shunda qilib, Çintömür Batur maydisiga 7 qat savutni tengib, beshiga dobulg'i kiyib, misran qilichini tutib, o'rida mökünüp yetibdi. Bir kamdan keyin Yalmavuz momay kelib, ishikning oldida to'xtabdi. Uning yuragi to'pildab, badani shurkinib ketibdi. U, "Bugun Çintömür Batur kelgan o'xshaydi. Qaytib ketmisam bo'mbig'idek," deb orqaga yenibdi. Lekin nafsi qaytib ketishga qo'ymabdi. Momay, "Çintömür Baturning kelgan kelmaganligini bir so'rab ko'ray. Agar kelgan bo'lsa, qaytib ketay. Kelmagan bo'lsa, o taliyim," deb o'ylab ishga yaqin kelib, "Çintömür Batur uyida bormi? Arg'imaq eti ig'ildi bormi? Misran qilichi qo'ziqda bormi? Alg'ur burkiti o'rnida bormi? Kap küçügi ishikda bormi?" deb so'rabdi. Məxtumsala, "Çintömür Batur uyida yo'qdir. Arg'imaq eti ig'ildi yo'qdir. Misran qilichi qo'ziqda yo'qdir. Alg'ur burkiti o'rnida yo'qdir. Kap küçügi ishikda yo'qdir," deb javob beribdi. Momayning yuragi to'xtab, 7 beshining har biridan turli sadolarni chiqarib, havo guldirligandek kirib ketdi. Lekin ishkirki uyga kirmay, "Hey Məxtumsala, akang Çintömür Batur kelgan o'xshaydi. Uyingda odamning puruqi bog'i," depdi. Məxtumsala tamkinlik bilan, "Akam texi kelmidi. Agar kelgan bo'lsa, arg'imaq eti ig'ilda, misran qilichi qo'ziqda, alg'ur burkiti o'rnida, kap küçügi ishikda bo'lmasmidi?" depdi. "Sen yolg'on aytyapsan. Çintömür Batur aniqli kelgan o'xshaydi. Odam puruqi kelib turdi. U yo'shinib olgan o'xshamamdi," depdi Yalmavuz momay. "Bugun akamning ko'nglak tambilini yuyib, suyini uyga to'kkandim. Shuning puruqi bo'lsa kerak," depdi Məxtumsala. Bu so'zni anglab Yalmavuz momay ishkirki uyga kiribdi. Adati bo'yicha Məxtumsalani uzun chechidan to'risqa esib, amdili qinini sho'ray deb turishiga Çintömür Batur o'rnidan chiqib, misran qilichi bilan bir urgan ekan, Yalmavuz momayning bir beshi uzilib tushibdi. Yalmavuz momay debdi-da Çintömür Baturga qarab, "Bir beshimni alding, qolgan 6 beshimga qandoq javob bersan?" deb qahri bilan elishga kirishibdi. Elishish bir kech kunduz davom qilibdi. Çintömür Batur Yalmavuz momayning yana bir beshini chepib tushiribdi. Yalmavuz momay uyidan qechib chiqishning ilojini topolmay, Çintömür Baturga yana esilibdi. Yana bir kech kunduz elishibdi.
Çintömür Batur bu qitim Yalmavuz momayning yana bir beshini chepib tushiribdi. Üç beshidan ayrilgan Yalmavuz momay teximi g'azab bilan tutishibdi. Çintömür Batur uning yana bir beshini urib tushiribdi. Yalmavuz momay u yoqdan bu yoqqa qaytishga boshlabdi. Çintömür Batur uning 5-chi beshini kesib tushiribdi. Yalmavuz momay endi mag'dursizlanib, ko'zlari piyoladek bo'pti. Ishikdan qechib chiqay desa, Maxtum Sala qilish shiltib chiqarmabdi. Oxir Çintömür Batur Yalmavuz momayning 6-chi beshini chepib tushiribdi. Endi Yalmavuz momayning yel munguz deb atalgan birli besh qapti. U amalsizlikdan quyunga aylanibdi da, uyning to'ngligidan chiqib ketib etib. Maxtum Sala, xap to'xtab tur. deb bedar qechibdi. Çintömür Batur arg'amoq etiga minib, bir beshi qolgan Yalmavuz momayning orqasidan qo'g'labdi. Maxtum Sala bog'loqliq kap-kap kuchugini qo'yib etibdi. Çintömür Batur Yalmavuz momayga yetishibdi. Yalmavuz momay noiloj Çintömür Baturga esilibdi. Ular kashkirguchi ilishibdi. Oninggacha Çintömür Baturning kap-kap kuchiga yetib kelib, Yalmavuz momayning pochiqidan tishlab tatibdi. Bir ozdan keyin Yalmavuz momay holsizlanib yiqilibdi. Kap-kap kuchiga uni talab o'ltiribdi. Çintömür Batur Yalmavuz momayning 7-chi beshini elib, uyga xo'shal qaytibdi. Shunda qilib ular yana bir necha vaqt xo'shal xo'ram o'tibdi. Maxtum Salaning rangi-ro'yi asta-asta o'nglanib, avvalgi holatiga kelibdi. U ay yuzlik, xumor ko'zlik, shirin so'zlik, sumbul chashliq, qora qashliq, nozik badan bir go'zal bo'ptiki, uni ko'rgan har qanday kishi aql hoshini yo'qitib qo'yadi ekan. Kunlardan bir kuni Çintömür Batur zerikib yana o'g'i chiqmoqchi bo'pti va Maxtum Salaga: "Singlim, men yana o'g'i chiqaman. Sen hargiz uydan talog'i chiqmag'in. Suv bo'yida o'ltirib, chechingni tarimag'in" debdi. Çintömür Batur singlisi bilan xo'shlashib, o'g'i chiqib ketibdi. Maxtum Sala akasining nasihatini yodida tutib, bir necha kungacha uydan talog'i chiqmabdi. Lekin kunlar o'tgan siri zerikibdi. Oqibat talog'i chiqib, eshik oldidagi eriqning bo'yida suzuk suvning eqishiga qiziqib, chechini tarashga boshlabdi. Uning uzun sumbul chochlaridan bir nechtili suvga tushib ketibdi. Bu chochlar qo'shni podshohlikning o'rdisidagi ko'lga eqib beribdi. Bu vaqtda bu podshohlikning shahzodasi O'zmoq navkarlar bilan ko'lning bo'yida o'ltirgan ekan. Shahzoda O'zmoq ko'l bo'yiga kelib bosh ko'zini yuvasa, uning qo'liga heliqi chochlar ilinib chiqibdi. Bu chochlarning uzun va sumbulligi shahzodani hayron qoldiribdi. O'zmoq navkarlardan: "Bu nima degan uzun choch? Bu zodi kimning chechi?" deb so'rabdi. Navkarlar: "Shahzodam, bu qo'shni podshohlikda yashaydigan go'zal qiz Maxtum Salaning chechi o'xshaydi. Uning Çintömür Batur degan akasi bor. Uningga teng keladigan tex tug'ilg'ini yo'q" deb javob beribdi. O'zmoq Maxtum Salani ko'may turibla uningga oshiq bo'lib, vasvasiga tushibdi. Darhol qo'l ostidagi sarkarlarni yig'ib maslahat otdi. Nurg'un lashkar to'plab Maxtum Salani bulab kelish uchun yo'lga ravon bo'pti. Ular bir necha kundan keyin Çintömür Baturning uyiga yetib kelib, atrofni qo'rshabdi. Maxtum Sala bularga qarshilik ko'rsatib, uygiziga chiqib mundaq debdi: "Hey lashkarlar, bu nima degan uyatsizlik? Yolg'iz bir ojiz qizga shuncha lashkarlarning kelishi nomardlik emasmi? Akam Çintömür Batur kelsa, qanday javob bersizlar?" O'zmoq Maxtum Salani ko'rib, o'tdek kuyib mundaq debdi: "Maxtum Sala, o'zingni menga qabul qilsang qil, bo'lmasa seni zo'rlik bilan olaman." Maxtum Sala bu gaplarni anglab, g'azab bilan o'g'isidan yerga tushibdi. Akasi Çintömür Batur o'g'i ketishning oldida: "Navoda beshinga kun tushsa, bu qushni qo'yib atgin. Men qayerda bo'lsam shu yerga xabar yetkazib boradi" deb tapilab,
alğır bürkütünü qoyup ketken ekan. Maxtum Sala çömülüde qorshab keliyotgan lashkarlarni ko'rib, qushni qo'yib etibdi. O'zi qilichni qo'lga elib, bulangchilar bilan urushibdi. Ularning nurg'un lashkarlarini yo'qitibdi. Uninggacha Chintemir Botur xabar tepib yetib kelibdi. U misran qilichini o'ynatib, bir o'zi necha ming lashkar bilan qattiq elishibdi. Tang kelamagan lashkarlar o'la tirilishiga baxmay qechishga boshlabdi. O'zmoq qechib ketayotgan lashkarlarga: "Sizlar ikki kishidan qo'rqib shuncha qachamsizlar, qochsanglar mendan yaxshilik ko'rmaysizlar" deb pitirab ketgan lashkarlarni o'zi boshlab yana urush echibdi. O'zmoq Chintemir Boturga bir qancha 10 palvini bilan biraqli hujum qilibdi. Nayzi qilishlarning bir-biriga urilishidan chaqmoq chaqqandek o'tlar chaqnabdi. Biroq har ikki taraf bir-birini yengolmabdi. Maxtum Sala bu holni ko'rib andishiga tushibdi. U: "Akam zaxmlanmasi bo'ladi. Uning meyib bo'lib qolganidan mening yo'q bo'lganim yaxshi" deb o'ylab akasiga mundaq debdi: "Jinim aka, düşmanlar son-sanoqsiz ham rahimsizken. Şuna siz jangdan yening, o'lsam men o'lay, siz aman qiling." Shu chaqda Chintemir Botur Maxtum Salaga qarab: "Singlim, meningdan ansirma. Chintemir deb ismim bor. Manga düşman oldida bosh egish o'lim bilan tang. Sen jonjigar singlimdan men ayrilamayman. Shunga jangdan yonmayman" deb jangni davomlashtiribdi. O'zmoqning lashkarlari o'lib tugashga oz qolganda yordamga avatlagan lashkarlar nari tortib yetib kelibdi. Ular qilish nayzlarini yalang'ashlabdi, o'qyonlarni challabdi. Chintemir Boturga qari qog'dek yepishibdi. O'zmoq fursatni g'animat bilib, Maxtum Salani tutib olib, put-qo'lini mahkam bog'lab ap qechibdi. Chintemir Botur qahri g'azabga to'lib, 7 kecha kunduz ilishib, hamma bulangchining kallasini tenidan juda qilibdi. Keyin qarg'udek bo'lsa, Maxtum Sala hech yerda ko'rinmabdi. Chintemir Botur texmi g'azablanib, arg'amoq etiga minib, Maxtum Salani izlab, dasht cho'llarni kezibdi. Izda, oxir Jirg'ilang daryosini kechib o'tib, Ko'k yayloq teg'ining Ko'ktepa degan yeriga kelibdi. Kishilar Danqı dastan bu Boturni naiti xo'shal qarshi olibdi. Chintemir Botur u yerga joylashib qopdi. Chorvachilik qilib yurib, tezla boy bo'pti. Shundaqdimi, bu mol dunyo uning ko'ziga zodi ko'rinmabdi. Butun o'y xiyoli singlisi Maxtum Saladila qopdi. Ko'zi kech-kunduz yoshdan qurimabdi. Chintemir Botur to'li yig'lab yurib, oxir ikki ko'zi qarg'u bo'lib qopdi. Endi gapni Maxtum Saladan anglayli. O'zmoq sahib Jamal Maxtum Salani qo'lga tushirgandan keyin ordisiga opirib, 40 kech kunduz to'y o'tkazib, uni majburiy xotinlikqa otdi. Aradan necha yillar o'tib, Maxtum Sala bulangchidan 2 o'g'il tug'ibdi. Shundaqdimi u yana kech kunduz akasini ko'rishni xiyol qilib, qandoqli bo'lsin, bulangchilarning qo'lidan qutulishning chorasini izlabdi. Kunlarning birida Maxtum Sala padishahning oldiga kirib, daryo bo'yiga berib sayli qilib kelishga ijozat so'rabdi. Padishah o'z ko'nglida: "Ha, endi 2 balaliq bo'g'ashqa bizga moyil bo'ldi" deb o'ylab ruxsat qilibdi. Bu padishahlikning bir tulpari bo'lib, u tulparga padishahning o'zidan boshqa kishining menishi qat'iy man'iy qilingan ekan. Maxtum Sala ana shu tulparga menib, 40 kenezak ham 40 nökarning muhofazatida daryo bo'yiga qarab yo'l olibdi. Ular Jirg'ilang daryosi bo'yiga kelib tushibdi. Qator-qator chidir bargohlarni tikib, har xil taomlarni pishiribdi. Sutdan qilingan sharoblarni tulumi bilan tiklab qo'yibdi. Cho'ng ziyofat boshlanibdi. Maxtum Sala o'z qo'li bilan yog'och oyoqlarga sut harvini to'ldirib, kenezak nökarlarga bir-birlab sunib, birdamda hammasini mas qilib etibdi. Maxtum Sala ularning masligidan foydalanib, chaqqonlik bilan tulparga minibdi-da, Jirg'ilang daryosini kechib, ovqatga o'tib olibdi. Padişah oldida beshi ketishdan qo'rqqan nökarlar darhol orqadan qo'g'lab daryo leviga kelibdi.
Biroq hech qaysisining eti daryoga kiralmabdi. Aslida padişahning tulparidan boshqa har qanday jonivar bu daryodan uzib o'talmaydi ekan. Amalsiz qolgan nökerlar Maxtum Salaga qarab: "Hey Maxtum Sala, ikki balangni yetim qilmay, kayningga yong'in!" debdi. Maxtum Sala: "Ikki o'g'limni ep kelsanglar, andin kaynimga yonaman!" debdi. Nökerlar darhol padişahning ordisiga berib, ikki o'g'lini elib kepdi. Bu ikki o'g'ilning cho'ngining ismi Aqar, kichigining ismi Cho'karkan. Maxtum Sala nökerlarga qarab: "Cho'ng balamni daryoga tashlanglar, balkim uning piroqiga chidamay, u yoqqa o'tib kelishim mumkin" debdi. Nökerlar Aqarni daryoga aqtiribdi. Biroq Maxtum Sala uningga parvo qilmabdi. Nökerlar: "Maxtum Sala kichik o'g'lini yaxshi ko'rdi. Shuni daryoga tashlasak, o'g'lini tutib olaman deb daryoga tushidi" deyishib, Cho'karni daryoga tashlabdi. Bala shu zaman suvga g'arq bo'pti. Maxtum Salaga bu nihoyatda og'ir kepti. Shundaq bo'lsa-mu, u suyimlik akisi Chintumir Boturni tepish orzusidan qat'iy yanmabdi. U nökerlarga qarab: "Hey insofsiz bulangchilar, sizlarga naslimni qoldirmadim. Endi muradim hosil bo'ldi" debdi-da otni choptirib ketibdi. Bulangchilar daryodan o'talmay, amalsiz qaytibdi. Maxtum Sala shu yurginicha dashtlarni kezib, tog'lardan eshib, bir go'zal yayloqqa yetib kepti. Qarg'udak bo'lsa, nurg'un to'ygilar yaylab yurgidek. Maxtum Sala to'ygichilardan: "Bu kimning to'ygilari?" deb so'rabdi. To'ygichilar: "Chintumir qarg'uning to'ygilari" deb javob beribdi. "U nimishqa qarg'u bo'lib qoldi?" deb so'rabdi Maxtum Sala. To'ygichilar: "Uning bir singlisini bulangchilar bulab ketgan ekan, shuning dardida to'li yig'lab qarg'u bo'lib qoldi" debdi. Maxtum Sala yana: "Hozir u qayerda?" deb so'rabdi. To'ygichilar: "Qayerda ishganligini biz bilmaymiz" debdi. Maxtum Sala yana mengibdi. Bir oz mangandan keyin nurg'un yilqilar uchrabdi. Yilqichilardan so'rabdikan, ularmi shundoq javob beribdi. Yana bir oz mangandan keyin nurg'un kala qo'y podalarini ko'ribdi. Qo'ychilardan so'rabdikan, ularmi o'xshashli javob beribdi. Oxirda Maxtum Sala eng chetda mo'zay beqiyotgan bir padichi boladan: "Jinim ukam, Chintumir Botur zodi qayerda? Aytib bergan bo'lsang" deb yelinib so'rabdi. Padichi bola taslikda: "Chintumir qarg'u hozir oltin arshon degan yerda" debdi. Maxtum Sala onunga yalvarib: "Men Chintumir Boturning singlisi bo'laman. Meni akamning qishig'i boshlab borgan bo'lsang" debdi. Padichi bola: "Men podalardan ayrilamayman. Mo'zaylar yutib kes qandoq qilaman" deb unimabdi. Maxtum Sala: "Undaq bo'lsa podalaringga men qarab turay. Qo'lingga mo'ni almini og'in. Agar Chintumir Botur so'zingga ishonmasa, almini ko'ziga sursang, ko'zi ichiladi" deb qo'liga bir almini beribdi. Padichi bola almini elib yo'lga ravon bo'pti. U berib Chintumir Boturga Maxtum Salaning xabarini aytgan ekan, Chintumir Boturning hech ishongus kelmabdi. Shu hamon padichi bola: "Olmutyorning olmisi, Maxtum Salaning xalpisi, Maxtum Sala bo'lmasa, qaydan kelur olmisi" deb almini Chintumir Boturning ko'ziga surkigan ekan, uning ko'zlari shu zaman ichilibdi. Chintumir Botur padichi bolaga cho'ng rahmatlarni aytibdi. Ham uning bilan billa Maxtum Salaning qishig'i kepti. Ak-singil qarindoshlar bir-birini ko'rib yig'lashibdi. Hal ahvol so'rab mungdishibdi. Shuningdan keyin ular xushal-xuram, tinch, baxtiyor yashabdi.
Çitemir batur öyde bamu argamak eti İğılda bamu Misran kılıcı Kozukta bamu Alkor bir kütip Urnuda bamu Kap küçüğü işikte bamu Puş puş müşüğü Tüşükte bamu Tahtak tohusi Kondakta bamu Takıldak nefsim Kıynadı koyma Çintür baklar Şikarga kepti Misran kılıcı Kınıda kepti Alğır kuşimuna Konlida kepti Kap kap küçük Yinni da kepti Puş puş müşüğü Uykuga kepti Tak tak tohusi Dan izbep kepti Məxtum sıla ay Kelgen kışımga Kıynağını içip Yaşıray Ay! Oldu bitti ben Seni yok atmay, aram tapmay ben. Bulmasa kim tümür bulmay gideyim ben. Ay!